Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti filologiya fakulteti dekani o'rinbosari Zohidjon aka Sohibjonov studiyamizga tashrif buyurganlar. Ular bilan yaqindan tanishib, aynan mavzu bo'yicha ko'plab savollarimizni berib, javob olishga harakat qilamiz albatta. Assalomu alaykum. Studiyada xush ko'rdingiz. Rahmat. Juda ham ajoyib. Mana Zohidjon aka aytib o'tganimizdek, respublikamiz bo'ylab dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida ko'plab tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu nafaqat mana shu maktabgacha ta'lim yoki maktab tizimida, balki oliy ta'lim tizimida ham bir uyushqoqlik bilan tashkil etilyapti-da. Endi baribir maktablarda bu borada mana ko'rsatuvlar tayyorladik, reportajlar tayyorladik. Asosan yoshlarning bo'sh vaqt namozini tashkil etish bo'yicha mana shu fan to'garaklar tashkil qilingan. Lekin mana shu institutda qanday sharoit yaratib berilyapti, loyiha doirasida qanday tadbirlar tashkil qilinyapti, shu haqida gapirib bersangiz. Rahmat savol uchun. Avvalambor bugungi kunda dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida juda ham ko'plab loyihalarni, tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan va bugungi kunda amalga oshirib kelinmoqda. Institutimiz tomonidan o'zimizga dastur amal qilib chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan ushbu loyihani amalga oshirish uchun. Ya'ni dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida 150 ga yaqin sport, ilmiy, ma'naviy, ma'rifiy hamda boshqa sohalarda tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan va kunlik taqsimot bo'yicha barcha tadbirlarimiz amalga oshirib kelinmoqda. Masalan, bugunning o'zida ham institutimiz juda ham katta tadbirga mezbonlik qilyapti. Respublika miqyosidagi telekanallar hamda viloyatimizdagi telekanallar ishtirokida juda ham katta tadbir amalga oshirildi. Aynan bunga yoshlarning qiziqishi qanday? Baribir ta'til boshlandi va ko'plab talabalar hozirda mana uylarga ketishgan bo'lsa kerak. Baribir ko'pchilik mana shu o'quvchilarimiz, talabalarimiz qo'shni viloyatlardan, viloyatimizning uzoq bir tumanlaridan tashrif buyurgan. Ularni jalb qilish mumkinmi yoki jalb qilinganmi yoki qanday holatlarda masalan ular bilan birga ishlanmoqda? Bugungi kunda respublikamizdagi aksariyat oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlari yakuniga yetgan. Ushbu o'quv yilida bizning institutimizda quyi kurs talabalari, ya'ni 1-2 kurs talabalari deyarli yakuniy imtihonlarni topshirib, yozgi ta'tilga chiqib ketishdi. Lekin volontyor talabalarimiz hamda Yoshlar ittifoqi koordinator talabalarimiz hamda institut jamoasi bilan birgalikda ushbu dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida tadbirlar tashkil etib kelinmoqda. Albatta bu ixtiyoriy ravishda hamda bunga o'z ixtiyori bilan qiziqish bilan qolgan talabalarimiz ham juda ham ko'plab topiladi. Eng qiziqarlisi bu talabalarimizning juda ham ko'pi boshqa viloyatlardan, voha viloyatlaridan qolib yozni institutimizda o'tkazishni o'zlari ixtiyori bilan xohlashgan. Bugungi kunda Namangan davlat chet tillari institutida 750 dan ortiq Namangan viloyatidan boshqa hududlardan kelib tahsil oladigan talabalarimiz mavjud. Ushbu tadbirlar rejalashtirilgan tadbirlarimizni amalga oshirishda 50 dan ortiq voha viloyatidan tashrif buyurib tahsil olayotgan talabalarimiz bugungi kunda biz bilan yelkama-yelka kamarbasta bo'lib, albatta ushbu tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etishimizda o'zlarining yordamlarini ko'rsatmoqdalar. Juda ham ajoyib ma'lumotlar bo'ldi. Aynan bugungi kunda Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti qancha pedagoglar faoliyat yuritishadi va ularning talabalar soni qancha? Shular haqida ham bir gapirib bersangiz. Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Aytib o'tish joiz bo'lsa, bugungi kunda institutimiz barchamiz bilamiz, Namangan viloyatidagi eng yosh davlat oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni yurtboshimizning 2022-yil 9-iyundagi 275-sonli qarorlari doirasida tashkil etilgan, ya'ni buyuk bobomiz bosmachi, matbuotchi, jadid bobomiz Is'hoqxon To'ra Ibrat nomini abadiylashtirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan ushbu institut tashkil etildi va bugungi kunda institutimizda 2700 dan ortiq talabalarimiz tahsil olib kelmoqda. Juda ham ajoyib. Keyin xalqaro aloqalar yoki mana shu o'zaro tashkilotlar bilan dolzarb 90 kunlik doirasida baribir bu aynan institutning o'zi qiladigan ish emasda, masalan, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda qanday tadbirlar rejalashtirilayotgan bo'lishi mumkin? Shular haqida ham gapirib bersangiz.
juda ham o'rinli savol bo'ldi. Xalqaro aloqalar doirasida albatta institutimiz nomi bilan Chet tillar instituti. Albatta boshqa oliy ta'lim muassasalariga qaraganda bizning institutimizda xalqaro hamkorlik yana ham yuqoriroq saviyada, yana ham sezilarliroq loyihalar amalga oshirilishini albatta talab etadi. Institutimiz jamoasi, professor o'qituvchilarimiz bilan birgalikda institutimizning talabalari ham bugungi kunda o'zlarining xorijiy safarlarini muttasil tarzda amalga oshirib kelmoqdalar. Kuni kecha 5 nafar talabamiz Turkiyaning Istanbul shahrida o'zlarining nima deydi, ta'lim dasturlari doirasida, o'quv dasturlari doirasida, tajriba almashinuv doirasida Istanbul shahridagi oliy ta'lim muassasalarida bo'lib qaytishdi. Va yozgi ta'til davrida ham institutimizning filologiya va tillarni o'qitish Xitoy tili ta'lim yo'nalishi talabalari Xitoy davlatiga malakaviy amaliyotga yuborishlari rejalashtirilgan. Albatta, mana shu dolzarb 90 kun loyihasi menimcha barcha mana shu talabalar yoki maktab o'quvchilari deymizmi, maktabgacha ta'lim tashkilotida o'qiydigan bolalar deymizmi, bir samarali tizim bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki baribir ko'ryapmiz, ko'p jinoyatchiliklar, mana shu huquqbuzarlik holatlari, garchi u qanchalik o'qish jarayonlarida yaxshi o'qisin, baribir uchayotgan holatlar uchrab turibdi. Qoidabuzarlik holatlari. Bularning barchasini tag mezonda o'z-o'zidan bekorchilik turadi. Bekorchi bo'ldingizmi, o'z-o'zidan qandaydir ish qilgingiz keladi yoki baribir moyillik paydo bo'ladi-da. Bu mana shularni bandligini ta'minlash bo'yicha ham bir munosib zamin desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, mana o'zingiz ta'kidladingiz, Sohon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti bugundagi eng yosh institutlardan biri hisoblanadi Namangandagi. Darhaqiqat mana talabalarning yutug'i haqida gapiradigan bo'lsak ham bu juda ham ko'p. Lekin baribir o'zingizdan eshitgan yaxshi, bugungi talabalarimiz mana shu Sohon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti qanday yutuqlarga erishib kelmoqda? Talabalarning yutug'i haqida gapirib bersangiz. Talabalarning yutuqlariga keladigan bo'lsak, albatta yurtimizda bitta maqol bor. Barcha noxushliklar, ko'p noxushliklar bekorchilikdan, bo'sh vaqtdan kelib chiqadi deydi. Albatta buni oldini olish maqsadida institutimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda institutimizda tahsil olayotgan 100 ga yaqin talabalarimiz institutimizning o'zida bandligi ta'minlangan. Albatta professor o'qituvchilar hamda institut xodimlari bilan bir qatorda ham ta'lim olishadi, ham mehnat faoliyatlarini amalga oshirib, o'zlarining tajribalarini orttirib kelmoqdalar. Misol uchun, institutimiz tasarrufidagi Qatag'on qurbonlar muzeyida bugungi kunda 15 nafar talabamiz o'zlarining mehnat faoliyatlarini olib bormoqdalar. Albatta, talabalarimizni ish bilan joylashtirishda ularning mutaxassislaridan kelib chiqqan holda yondoshilmoqda. Sababiki kelajakda ham o'zlarining hayot yo'llarida, o'zlarining kasblari bo'yicha hayotlarni yo'lga qo'yib ketishlarida oson bo'lishi uchun shunday tajriba yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda Sohon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti gid hamrohligi hamda tarjimonligi yo'nalish talabalari institutimiz tasarrufidagi Qatag'on qurbonlar muzeyida o'zlarining mehnat faoliyatlarini olib bormoqdalar. Albatta bu kelajakda ham mehnat faoliyatlarida asqotadi deb o'ylayman. Bundan tashqari institutimizning bo'limlarida, fakultetlarda talabalarimizning bevosita mehnat faoliyatlari ham yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari darsdan bo'sh vaqtlarida 8 turdagi sport mashg'ulotlari, to'garaklari hamda 15 turdagi o'quv, ya'ni til yo'nalishlari bo'yicha to'garaklar bevosita bepul tarzda yo'lga qo'yilgan. Chet tillari deymiz va shu bilan birga qiziqdi. Mana shu Sohon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti bugunda necha turdagi chet tillar o'rgatiladi? Bugungi kunda Sohon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar institutida 9 ta til bo'yicha ta'lim yo'lga qo'yilgan. Sharq tillari, g'arb tillari, Namangan davlat chet tillar institutida ingliz tili filologiyasi, nemis tili filologiyasi, fransuz tili filologiyasi, shu bilan bir qatorda sharq tillaridan koreys, xitoy, yapon, arab hamda fors tillari bo'yicha talabalarimiz tahsil olib kelmoqdalar. Juda ham ajoyib ma'lumotlar bo'ldi. Mana aziz muxlislar, o'zingiz ko'ryapsiz, talabalarimiz qanchalik bir ilg'or va shijoatli desak mubolag'a bo'lmaydi. Barcha mana shu o'quvchilarimizni munosib bilim olishlari uchun bir munosib zamin desak mubolag'a bo'lmaydi. Darhaqiqat mana bugungi kunda yurtimizda oliy ta'limga berilayotgan e'tibor, yoshlarni bu sohada nafaqat mana shu
nazariy bilim olish bilan birgalikda amaliy jihatdan ham bir yuksak natijaga erishishlar uchun katta bir imkoniyat berilgan. Shu jumladan ham o'qib turib ham ishlash imkoniyati yaratildi. Bu borada Isoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar institutida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Albatta aytib o'tish joiz deb o'ylayman. Yurtboshimizni e'tiborlari bilan, tashabbuslari bilan bugungi kunda mamlakatimiz miqyosida oliy ta'limga juda katta e'tibor berilyapti. Sababiki, albatta inson o'zini faoliyati bilan, o'zini davri bilan solishtirar ekan, biz talaba bo'lgan vaqtlarimizda bunday imkoniyatlar, bunday sharoitlar bo'lmagan. Bugungi kunda talabalarimizga berilayotgan, yurtboshimiz tomonidan ko'rsatilayotgan ehtirom, sharoitlarni ko'rib yana qaytadan talaba bo'lib keladi. Sababiki, talabalarimiz ta'lim olish bilan birgalikda bevosita o'zlariga qulay bo'lgan, o'zlariga yaqin bo'lgan hududlarda, maktablarda hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida bugungi kunda barcha talabalarimiz bandligi ta'minlangan. Ya'ni Namangan davlat chet tillar institutining talabalari bugungi kunda birontasi vaqtini behuda o'tkazmayapti desam, menimcha to'g'ri gapirgan bo'laman. Albatta. Zohidjon aka, avvalambor ma'lumotlar uchun rahmat deymiz. Faoliyatingiz davomida omadlar va zafarlar tilab qolamiz. Yaxshi kayfiyat, doimiy hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. Tashrif uchun Salomat rahmat. bo'ling.